Mana hozir bu birinchi volt. Bizga kerakgan narsa ikkinchi voltga kelish kerak. 120-urovень bo'lishinglar kerak. Men 323 man. Ashadga tepnoch qilaman. Mana ko'ryapsizlar. Mana kirdim. Mana yerda 5 millionlik turibdi ekan. Kim menga obuna, komment, nikni qoldirsa, men 3 speedni beraman, mana shuni beraman sovg'a qilib, faqat nikni va kommentga yozish kerak. Bo'lmasa videoga boshlaylik. Shunaqa qilasizlar, 3-stagega kelasizlar yana. Hali biz 12-staggacha boramiz. Sizlar levellaring hozir qanday o'tishda deb ko'rsataman. Bu 260-level so'rayapti. Bu 280-level edi. Bu 260. Mana qaranglar. Tushib ketdim. Menga so'ramni stagega qaytaman. Bunday qilaman. 6-stagga yetdik. Mana endi bakka. Baqa 290-level bo'lishinglar kerak, chunki bu qiyin. Qaranglar, men o'talaman. Orqalardan uradi. Batda bunday qimillab qo'yishinglar kerak emas. To'g'riga yurishinglar kerak. Sakramaysizlar ham. Men bossdagi narsasini hozir o'rgataman. 350-level, lekin menda 323. Hozir qanday o'tishni ko'rsataman. Qaranglar. Chapga, o'ngga, chapga, o'ngga, chapga. Mana o'zi chiqdi. 380-level, lekin menga 323. Qanday o'tamiz? Bunday sakraymizda. Tushib ketyapman. O'tdim mana. Yaxshi. Batda mana yerda chiqqan narsalarni qilishinglar kerak. Men sizlarga nimani o'rgatmoqchi edim? Mashhadgacha kelgan bo'lsanglar, ne kelsanglar, mana yerda Powers Minimus degan kichik degan bunday sizlar kichkina bo'lasizlar. Keyin sekretli joyi bor bu yerda. Nimaligini ko'rmoqchimisizlar? Bo'ldi. 1 2 3. Mana yerda admin turibdi. O'zi mashakka qo'ygan 16 million beradi. Mana secret logi men oldim, mana 16 million kubik berdi menga. Mana shu videomiz tugadi. Keyingi video chiqishi uchun like, obuna va komment yozinglar. Men mana shu daroshkani beraman bitta odamga beraman shunaqa daroshkani. Bo'lmasam keyingi video shu 20 ta like bo'lsin, bo'ldi. Bo'lmasam hammaga bo'pti.